Xorazm tomondan, Navoiy, Samarqand, Qashqadaryo tomondan kelgan masalan mijozlarimiz uchun juda bu yer qulay bo'ldi. Barchangizga ofisimizga taklif qilamiz, tanishib, menejerlarimizdan barcha ma'lumotlarni olishinglarni. Elektromobillarimiz, mikroavtobuslarimiz va mana bu tomonda katta yuk avtomashinalarimizni ham ushbu avtosalondan topishlaring mumkin. Barchalarni taklif qilamiz. Mijozlar so'raganligi sababli biz Buxoroda yangi filial ochishni tashkil qildik. Mana bugun shu kunda hammamiz yig'ilib turibmiz. China Motors kompaniyasi birinchi bor Buxoroda tashkil qilingan. İzzetiga tomonidan tashkil qilingan. Shu filialni ochilishiga Izzet aka va ularning adalari, otalari shu filialni lentasini kezib ochishadi. Marhamat. Barchangizga ofisimizga taklif qilamiz, tanishib, menejerlarimizdan barcha ma'lumotlarni olishinglarni so'rab qolamiz. Har xil texnikalar, mashinalar, elektromobil, mikroavtobuslar, barcha turdagi biznes mashinalarni China Motors sizlarga taklif qiladi. Ofisimizga marhamat, kirib tanishib chiqing. Flayerlarimiz, kataloglarimiz bilan ko'rib tanishib chiqing. Marhamat. Izzatga boshlaymiz. Keling. Endilikda vohaliklar uchun juda ham katta yangilik. Ko'rib turganingizdek, Buxoro shahrida China Motors ish faoliyatini boshladi. Barchangizga assalomu alaykum do'stlar. Sizlar bilan men Oybek Ashurov. Do'stlar, bugun biz Buxoro shahriga tashrif buyurganmiz. Sababi ko'rib turganingizdek, China Motors Buxoroda ham o'z filialini ochilish marosimi bo'lib o'tdi. Juda ham ko'p mehmonlarimiz tashrif buyurdi. Hop, ushbu avtosalonimizni sizlarga to'liqroq manzilini, ya'ni lokatsiyasini aytib o'tadigan bo'lsam, kelinglar, mana katta yo'lni ko'rib turibsizlar. Xo'p, Samarqanddan kelaverishingizda mana katta yo'l, Samarqand yo'lidan kelaverishingizda Buxoroga kirishingizda mana Muhihosa darvozasini ko'rib turibsiz. Shuni yonginasida China Motors avtosaloni bugundan boshlab ochildi. Mana bu yerda ko'rib turganingizdek har xil turdagi avtomashinalarimizni topishingiz mumkin. Elektromobillarimiz, mikroavtobuslarimiz va mana bu tomonda katta yuk avtomashinalarimizni ham ushbu avtosalondan topishlaring mumkin. Barchalarni taklif qilamiz. Ekrandagi nomerlarga bemalol aloqaga chiqishlaring mumkin. Batafsil ma'lumot olish uchun videoning davomida ham o'zimiz batafsil ma'lumotlar berib o'tamiz. Barchalarni ushbu avtosalonda kutib qolamiz. Xullas o'rtoqlar, videolarimizni boshlaymiz. Xo'p, mana China Motors avtosalonida mana sizlar uchun mana elektromobillar ham mavjud. BYD, mana ko'rib turganingizdek, ushbu avtomashinamiz to'g'risida videoroliklarimiz bor, kanalimizda ko'rishlaringiz mumkin yoki bo'lmasa ekrandagi nomerlar orqali telefon qilib to'liq ma'lumotlarni olishingiz mumkin. Xitoydan olib kelib berishadi. Bemalol mana tashrif buyurib, mana kelib o'zingizdan mana shu avtomashinlarimizni ko'rib, minib ko'rib olishlaring mumkin. Mana nalichida ham hozir mana bu yerda ko'rib turibsizlar, turibdi. Bemalol kelib, tanishib, to'liq ma'lumotlarni olib ushbu elektromobillarimizdan ham xarid qilib olishingiz mumkin, o'rtoqlar. Xo'p, mana bu tomonda mikroavtobus kerak degan obunachilarimiz bo'lishi mumkin. Mana kattaroq odam tashish uchun yo turistik firmalar uchun ham mana mikroavtobuslarimiz ham mavjud ushbu joyda. Mana ushbu mikroavtobuslarimiz ham 9 kishiligi, 11 kishiligi, 20 kishiliklari ham bor tomonlarda bemalol kelib tashrif buyurib tanishib chiqishingiz mumkin. Hozir mana
ochilish marosimiga olib kelib qo'yishgan. Mana bemalol tashrif buyurishingiz mumkin. Ushbu avtomashinalarimiz juda ham tejamkor, ham puliga ham yarasha bemalol kelib mana ma'lumotlarni olishlaring mumkin. Bemalol mana shu avtomashinamizdan 9 kishilik benzin 80 benzinda ham bemalol xotirjam yuraveradi. 100 ga 7 ta 8 ta benzin rasxod qiladi. Mana Jack M2larimiz bor bu. Bundan ko'proq odam oladi. 11 kishiligi mana bemalol kelib tashrif buyurib ushbu avtomashinlarimizni ham xarid qilib olishingiz mumkin. Mana avtomashinamizni ko'ringlar. Mana o'rindiqlari, sidinkalari, orqada joylari ham anchagina bor. Xo'p, mana qisqacha ko'rsatib qo'yamiz o'rtoqlar. Bu avtomashinalarimiz to'g'risida to'liq ma'lumot olish kerak bo'ladigan bo'lsa do'stlar, kanalimizga o'tib batafsil ma'lumotlar olishlaringiz mumkin. Videoroliklar bor, obzorlar qilib chiqarib ko'rsatib o'tganmiz. Xo'p, mana bu tomonda katta yuk avtomashina so'raganlarga bo'lsa, katta mana Chakman L300 lari ham bor. Mana ko'rayotgan bo'lsanglar, bemalol tashrif buyurib buyurtma berishlaring mumkin. Oldindan to'lov qiladigan, Xitoydan zakaz qilib olib keltirib berish xizmatlari ham bor. Agarda shunday qilmoqchi bo'lsanglar, sizlarga ancha chegirmalar qilib berishadi. Mana texnikalarimiz ham bor. Mana bemalol tashrif buyurishlaring mumkin. Spes texnika so'raganlarga ham hammasidan bor. Bemalol aloqaga chiqaverasizlar ekrandagi nomerlarga. Mana ko'ringlar. Hammasidan mavjud. Mana bu tomonda chakmalarimizni katta yuk tashish uchun ham mashinalarimiz bor. Bu yerga ham kelib mana shu avtomashinalardan ham buyurtma berishlaring mumkin. Mana avtomashinamizni ham ko'ringlar. China Motors to'g'risida to'liq ma'lumot olish uchun shu avtomashinalarimiz to'g'risida ekranda nomer qo'yib o'tamiz. Shu nomerlarga aloqa qilsanglar batafsil ma'lumot berishadi. Endilikda Toshkentga borib ko'rishingiz shart emas. Endilikda mana Buxoroda ham o'z filiali ochildi. Kelib tashrif buyurib to'liq ma'lumotlarni olishlaring mumkin bo'ladi o'rtoqlar.